Shu desanglar, mana finskiy mexlar menga juda ham yoqib qoldi. Ya'ni Mexaluxda sizlar xohlagan dizaynda, sizlar xohlagan razmerda bilsanglar, zakaz asosida shuba tayyorlab berishadi. Yura, qanaqa rangga tanlashni men so'rayman. Mashrang kak razish qachon modadan qoldi. Bu dumlariga ahamiyat bermaysizlar, bular boshqadan cho'tki qilib tikib berishadi. Через сколько готов будет? 2 недели, ну, ради тебя неделю готовый. O'zi 2 haftada tayyor bo'lar ekan, lekin men uchun 1 haftada tayyorlab berar ekanlar. 1 haftadan keyin sizlar bilan opam uchun tanlagan shubam qanaqa chiqqanini ko'ramiz. 1 hafta oldin zakaz bergan shubam tayyor bo'libdi. Hozir sizlar bilan birgalikda o'sha shubani tomosha qilamiz. Qani ko'ramiz. Men tanlagan norkalar chiroylimi yoki yo'qmi? Привет, Чифу! Mana shubam. О, привет, Юра. Это моя, да, шуба? Да, твои заказы, все. O, mana zakazim. Buni asalligini qaranglar, rangi vashi tikilganda asal ekan. Mana mex, mana asalligini, mana buni yumshoqligini qaranglar. Ana bo'ldi, birkam ham tayyor. Agar mana shunaqa sizlar ham zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, razmeringlarga mos, o'zingizlar xohlagan dizaynda, xohlagan rangda, bu qimmat bo'lmaydimi, Yura aka? Ой, братишка, Юля есть, кмак не будет. Mana endi xohlagan dizayninglarga mos qilib qildirsanglar ham bo'ladi. Rahmat.